Mana bugungi ovimizning natijasini ko'rsatayin sizlarga. Bir baklashga baliq ushladik. Videoga olib kelinglarchi men bo'ldim. Hammasini yig'sa bilmayman, bir chiqib qolsa kerak bir. 600 grammmi, 500 grammmi. Videoga olib kelinglarchi men bo'ldim. Anda tushib qolsa. Mana olyapmiz. Baliq o'ta ko'p lekin. Nu qandaydir ushlolmayapmiz. Maydada juda. Qarmoqlarimiz mana professionalniy. Bunaqa. Nima deydi? Supurgini unaqa sop. Lekin mana shu bola Komiljon bilmaydi 20 ta ushladi shekilli. Nodir akam bitta ushladi bamanisida. Eng irigini ushladingiz o'zi ham? O pastda, oyoq osmonda o'yapti. Bitta ovchilar ketdi hozir baliq ushlashga. Ikkita kichkina qayiqda ulab, o'zlari katta kemada. Men kechasi ov qiladi shekilli. Bog'da mana quyosh botmoqda. Manzara o'ta go'zal. Ta'rifga til ojiz. Ish ham qilaylik endi baliq ushlashvermasdan o'zi 3 kundan beri dam olyapmiz. Meni chekib ketamizmi? Bo'ldi, yaxshi. Ana bitta. Oxirgisi.